Assalamu alaikum, hurmatli bizning KG Qava kanalımızın ko'ruvchilari, amansizlarmi? Biz Osh avtorunda turamiz. Kezek только sapoktorga kelib turganlar. Ushul jashil sapokdan boshlayveraylik turganlar. Assalomu alaykum. Qanday sizlar yaxshimi? Bas qancha bu? 250 ming so'mmi? Bo'la turgan jerichi? 220 mingga beraverem. 220 ming. Buni rosa jasabsizlar chiqarib, tuyning qatori. O'zingiz jasadingizmi? Komentlar qo'yib jasab qo'yibsiz. Moz sprinter ekan 0721 71 27 modelni qayersangiz oladigan. Объем 3 turbo ekan. Buni qarang, muzikani qo'yib ol. Televizorda kamerasi bor ekan tuqqanlar, yaxshi. Moz sprinter ekan. Ortini jasab qo'ygan. Yaxshi. Tak. Daha bir sapok 113-qatlamda yurgan ekan. Tak. İçki salon o'tsak. İçki salon yaxshi. Tak. Yılı 85 05 derajede 14 05 modeline qalsanlar bo'ladi. Hozir Oshda o'tiramiz, yaxshi. Keyingi sapok o'taylik tuganlar. Sizlarga sapokni birinda qoldirib aytamiz. Yılı 94 29 объемda 10 расход ekan, 71 men 96 29 19 modellar qoldirsangiz bo'ladi. Ana. Sapok tuganlar, biz keyingi dag'i sapoktorga ketaveraylik. Bizden 6 saat turingizlar. Daha bir sapokta olib tuganlar. Bu arzandala olsa kerak. Ko'rinishdan bayqab qoldim. 60 kat ekan. Yılı 88 90 расход ekan. 0557 03 26 85 nomerine baylansanızlar bo'ladi. Qana, biz bir aylantiraq. Eski mashina olgandan keyin kichkina chiriklari bor ekan. Atak sapok, buni mal sal tashsanızlar bo'ladi tuganlar. Buni olgan odam ziyoniga ketmaydi. Assalomu alaykum. Qanday sizlar yaxshimi? Mashina bahasi qancha bo'ldi? 160 ha? Bo'la turgan jerichi? Bo'la turgan jeri. Oshda olota? Motor qadoy qanday? Motor yaxshi. Motor yaxshi deydi tuganlar. 160 ming so'm deydi. Tak tuganlar, biz dag'ili ulantamiz, sapoktorni ko'rsatamiz tuganlar. Qana, maytda 9 katli sapok bor ekan tuganlar. Hem kichik kasyaga bor ekan. Qana tak. Qarabqa menen. Assalomu alaykum. Mashinaning basi qancha bo'ladi aka? Mashinaning basini 250 ta o'tamiz. Bo'la turgan jerichi? Bo'la turganidan tushib beradi. Sülöşüyorsa yaxshi. Bo'la usul motor, eshik qarabqa, eshik motor, 9 kat uzunda. 9 kat yaxshi ekan anda. 9 kat 5 motor ekan, Musso motor ekan tuganlar. Oshtun regionda qatalibdir. Yılı 84 0773 84 26 85 nomerine baylansanızlar bo'ladi tuganlar. Ushullar uzundan kelgan tuganlar. Ayliklari dele cho'ng bo'lib turadi. Motor bosilib turib, Musso motoru? Musso motor bo'lsa yaxshi ekan-da. Yaxshi, ishingizlarga eglik aka. Mal tashiva, malozlarga, porterni oldidan shul yaxshi bo'ladi. Daha bir canlı karatkaydan turadi, Uzkat sprinter sapok 89 29 avion 8 9 ekan, 0555 80 14 50 92 nomerine baylansanızlar bo'ladi. Sizdami o? Berishini aytib. Sizlar emas oxiri? 9 kat İçki salonuna kerak tuğanlar. Gruzo pasajırına ekan da bu. Öte yaxshi tuğanlar. Gruzo. Tak. Ko'rdingizlar tuğanlar. Yaxshi. O akam. Malı? Daha bir Batkensi nomerine qatalgan. Sprinter
400 ming so'm kemi bor deydi. Yılı 2001 22 aviomda 0709 322 230 nomerine baylansanızlar bo'ladi. Tuğanlar karatkı dengen Gruzo pasajeren ekan. İçki salonu egesi jo'q ha. Sheringiz bo'ladi endi. Boshqa aytmadi. Yo'q, bu biraz chiqan ko'lan tashlab ketgan. Yaxshi. Tak. Ortqi ko'rinishi bu o'shtalar bo'ladi aka, ha? Bilmayman o'sha qadam joyda o'zgargan. Yaxshi. Mayli aka, ishni qilavering. Qanday desek, bortovoy tomonlar 9 kat 0501 811 600 nomerini baylansanızlar bo'ladi. Tag'roq ma'lumot esi yo'q ekan, 250 ming so'm deb atat ekan. Qog'ozida 250 ming so'm turadi. Как раз mol tashig'inga удобный qilib jasab qo'yibdir. Так, usulning janidagi bir budka turadi to'g'anlar. Budkalar tatib yurmoqmish, onun uchun yılı 97 29 avion 11 rasxod 600 ming so'mdek. Yaxshi. Tak, budkalar hozir bu bozor budka ko'p chiqdi, negadir jaz keldi. Budkalarga sezon keldi degandek. Mov printerga tan qoldim-da. Astına silindir koyup qo'yibdi. Tagirak reaksi. İki jana silindir koyup qo'yibdi-da. O'ta zo'r. Tak. Asray seni. Tak, bunu ko'rdik. Daha bir sapok turadi. To'g'anlar qanday desa, ko'k tusdagi sapok. Hozir aka. Assalomu alaykum aka, qanday? Yaxshimi? Yaxshimi? Seni to'p qayerdan keldingiz mashina? Ha? Qizilqiyadan ha? Başı qancha buni? 170 so'm ha? 70 degan ondash ketmagan. Bo'lib turgan yeri-chi? 150 ga. Almash yo'llari bormi? Almash yo'llari yo'q ha? Yaxshi aka, ishingizga yegilik. Almash yo'llari yo'q deyotgan. Alsang naqqal deydi. Yaxshi. Ko'p Daha bir Gruzovoy 9 kat Sprinter. Yılı 2004 avion 2 degan 0772 30 70 51 nomerine baylansanızlar bo'ladi. O'shtalar yurgan mashina u. O'shta yurgan mashina deydi. Tak, ishki salonga kirsak. Bahsini ayting onda. Bosi 500. 500. Kam qancha olur? Eng kam 450 ga. 450 ga. Almashlik yo'llari bor aka? Yo'q, almashlik yo'llari yo'q. Almashlik yo'llari srochna deng ha, aqcha. Motor ходовой yaxshi oxiri? Motor ходовой вообще güçlü. Motor bayog'i tiriqtab nima o'yog'i, karabkalar? Yo'q. Звук yo'q ha. Yaxshi aka.